Bitta istig'for aytsak, astagfirulloh va atubu ilayhda bir marta aytsak, Alloh 5 ta narsani va'da qilyapti. Yomg'ir. Chaqa. Bola. Bog', daryo deyapti. Nima kerak yana? Bitta xalqda rivojlanib baraka topishligi uchun, o'z unib o'sishligi uchun nima kerak yana? Bitta istig'forga Alloh taolo bog'lab qo'yapti. Astagfirulloh va atubu ilayh. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, tasbih aytganida tasbih yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiydi desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Yurakdan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu. Ikkilanmaylik. Astagfirulloh va atubu ilayh 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor.